skirini shunday haftani ko'p bermadi. 1-dekabrda boshlangan. 1-dekabrda boshlanib, biz 3 kun ko'rdik. Bosh ko'rmadik. Boshi. Miyachasi bu. Gipotalamus. Mana shaxmatlarda bo'shlig'i, yon qorinchilar kelgan bu sistemdan magma. Boshi yaxshi, bosh tuzilish. Endi sekin qorin sohasiga o'tamiz. Yurak. Yaxshi, bu 146 ekan. Bosh qozoni. Ha, u to'poladi. Nechta o'g'lingiz bor? Qiz bola. Menim sezdim Qiz bola. Keyin hovli suvda ham qanday dispers bor. Dispers ma'lumlasa, mayda loyihaliklar. Mayda loyiha. Girib bo'lganingizku? Tamom. Ha, shu. Kasallik so'rayapti. Mana shu qara ikkita sonsiyaga mana. O'rtada ikkita, 3ta chiziq bor, ya'ni qiz bola jinsida. Shunga aytmagandir balki bilmasam endi. Yo'q, yurib qaytadan tushdim yana. Homilangiz 21 haftalik bo'lgan. O'lchami bo'yicha. Sizlarga qancha berdi? 19 hafta berdi shunda. Qachon boradingiz? 6-da. Aprelda. To'g'ri. Qanday katta to'g'ri. Haftalar adashmaydi. Suvi normalda. Ko'p kamligi 67 chiqyapti cho'chaqdek. Yo'ldoshlari yaxshi ko'chmagan. Endi mana ko'zi, ikkita ko'z, burun cho'chagi. Xo'sh, mana bu burun teshigi, ko'ryapsizmi? Ikkita teshik bor. Mana shu burun teshik, ikkita burun teshigi ham bor, yuqorigilar. Mana og'ziga chiqib, ko'ryapsiz? Labda yoqadi, hattoki mana ko'zning ichidagi gavhargacha ko'rinyapti. Homilangiz yaxshi, sog'lom.